Ayollarda bachadon bir xil deb o'ylaysizmi? Yo'q, adashasiz. Har xil turdagi bachadon shakllarini Alloh ularga inom etgan. Qanday shakl bo'lishidan qat'iy nazar homilador bo'lish muammo emas, ammo homilaning o'sishi va rivojlanishiga ta'siri bo'lishi mumkin. Keling, bugun siz bilan ikki shoxli bachadon haqida gaplashamiz. Normal bachadon, ikki shoxli bachadon. Normal bachadondan farqli ikki shoxli bachadon o'rtasida to'siq bo'ladi. Bu qisman bo'lishi mumkin, bu to'liq bo'lishi mumkin. Bunday bachadoni bor ayollar ko'p marotaba homilasi tushadi, suv ketishi, yo'ldoshining vaqtidan oldin ko'chishi, kesir kesish yo'li bilan tug'ishadi, erta muddatda tug'ishadi. Bunday bachadoni bor ayollarimizda homila rivojlanmaydi. 4 marotaba, 5 marotaba homila yurak urishining to'xtab qolishi mana bu to'siq hisobidan bo'ladi. Homila rivojlanishi uchun bachadon ichidagi to'siqni olib tashlash operatsiyasini o'tkazamiz. Shundan keyingina homila yaxshi rivojlanadi.